Uyg'urlar qadimdan buyon asosliq bosh kiyim bo'lgan do'ppini avlodma-avlod saqlab va davomlashtirib, uni Uyg'ur kiyim-kechak madaniyatining gul taji qilib kelgan. Albuki Xitoy hukumatı Uyg'ur diyorida irqiy qirg'inchilikni boshlagandan buyon Uyg'urlarning milliy va diniy kimligiga bog'liq bo'lgan barliq madaniyat omillari, an'anaviy hunar kasblar, shu jumladan Uyg'ur do'ppichiligi eg'ir xirisga duch kelishga boshladi. Bu hol Uyg'ur hunarvan kasblari va Uyg'ur madaniyati sohasidagi mutaxassislarni tushlik andishiga solmoqda. Xitoy doiralari Uyg'ur do'ppilarini o'z ichiga olgan Uyg'ur madaniyatiga qarta yo'qotish xarakterlik harakat elib berayotgan bugungi kunda Uyg'ur do'ppisi muajiratdagi Uyg'urlar uchun simvollik tusi intayin kuchli bo'lgan milliy buyumga aylanmoqda. Bu yillik Ro'za Hitda muajiratdagi Uyg'urlar o'zlari yashayotgan ellarda turli shakllarda hitlik faoliyatlarni uyushtirdi. Ro'za Hit to'g'riliq ijtimoiy taratqularda tarqalgan sin ko'rinishlari va fotosuratlarda har qaysi ellardagi Uyg'urlarning rangarang va o'xshamagan nusxalardagi chiroyli badam do'ppa, chiman do'ppa va boshqa do'ppalarni kiyganligi, hatto Sharq Turkistonning oyulduzliq ko'k bayrog'i va davlat girbi kashtilangan yangicha nusxalardagi do'ppalarni kiyganligini ko'rib olishga bo'ladi. Muajiratdagi Uyg'urlarning olqishiga erishgan bu aranchi do'ppilar chiman va badam do'ppi shaklida bo'lib, uningga osmon ko'ki rangidagi duxava yoki maxmal taglik qilingan. Oq yipak yipda oy va yulduz yoki oltin rang zar yipda davlat girbi qopartib kashtilangan. Girvikidagi gullarimo oq yipak yipda chekilgan. Jiki qora maxmal bilan cho'ridab tikilgan. Bu yangi nusxalardagi Uyg'ur do'ppilarining tikilish texnikasi va qurilmasidan ularning kasbiy ustalarning qo'lidan chiqqanligi ifodalanib turdi. Hozirgi favqulodda sharoitda bu do'ppilarning Uyg'ur diyorida ishlanishi asla mumkin emas. Undaqda bu do'ppilar kimlar tarafidan ishlanib, muajiratdagi Uyg'ur jamoatining iste'moliga sunildi? Biz bu haqda iz qo'g'lab tekshirish va har qaysi davlatlardan ahvol egallash orqali bu yangi nusxalardagi do'ppilarning Istanbuldagi Muhammad Do'ppichi degan xotellik ustamga xos mahsulot ekanligini aniqladik. Muhammad Do'ppichi ustam bu munosabat bilan radiomiz ziyoratini xushallik bilan qabul qildi. Muhammad Ubulasana, xotellik o'xshamamsiz? Xotellik. Men o'zimniki kasbi Muhammad Do'ppichi deydi, Istanbul'daki Safaköy rayonida. Qarasam shu bu alıqda Saylamak qamal qilib oldi. Milliy kimligimiz hisoblanib ketdi. O sebepten qilay deb ketdim. Kasb emas. Atam şu kichik vaqtimda ustamning qishi bor. Aqlibdagan kelish kelmil atrofida yurgan endi. Kunga ustozlarning biridir. Abla Do'ppichi desa, Ahmadab Tuniti Abla ustam deydi. Yurgan paytda qilib qolgan. Yetishib shu asqatni qilib yunani qilgan bo'ldim. Oilamni shu mushikni qilib niqotaman. Buningdan 10 yil ilgari yurti Xotandan savdo qilish uchun Turkiyaga chiqib, o'ltiraqlashib qolgan Muhammad Ubul Hasan xuddi muajiratdagi boshqa Uyg'urlarga o'xshashla vatandagi urug' tuqqanlarning hech qanday izdirkini ololmayotgan kishilarning biri ekan. Uning deyishicha, Uyg'ur xalqi irqiy qirg'inchilikka uchrab, hamma narsasi yo'q qilinishga duch kelayotgan mushundaq bir vaqtda u o'zining hunari orqali Uyg'ur madaniyatining muhim bir qismi bo'lgan do'ppichilikni saqlab qolish va uni texmo rivojlantirishga bir kishilik hassa qo'shish uchun bel bog'lagan ekan. İlgiri şu do'ppini chiqqan 20-30 yil ilgari chiqqan ba'zi Uyg'urlar varken şunu bulardan nusxa oldim. Şunu tujvatman bir milletin vatanım için bir kişilik qo'lamdan keladigan mush ekan. Qadimiy do'ppilarni shu chiman do'ppa, badam do'ppa, gilam do'ppa, atlas do'ppa degandek shu 8-10 xil do'ppilar chiqarib bo'ldim. Uning aytishicha, u do'ppi tikishga kirishgili 3 yildan oshgan. U bu jarayonda o'ziga do'ppilarga Xitoyda ishlangan materiallarni ishlatmaslik, sifatga qattiq kapolatlik qilish talabini qo'yib kelgan. Muhammad Ubul Hasan ustam Uyg'ur do'ppichiligining bugungi kunda Xitoy shirkatlari tomonidan monopol qilinib, zavodlarda turkumlab ishlab chiqarilayotganligi, Xitoy o'lkalarida sifatsiz ishlanayotgan do'ppilarning sayohat xotiri buyum sifatida to'kma qilinib, Xitoy iste'molchilarini nishon qilayotganligini bildirdi. Bu ahvolga qattiq ichingan Muhammad Ubul Hasan ustam Uyg'urlar ishidan chiqqan qizil aktiv Qurban Niyozga o'xshash siyosiy fursatparastlarning Uyg'ur do'ppilariga Xitoycha xat yoki Xitoycha naqshlarni kashflashni tashabbus qilganligini qattiq aybladi. Hozir bizningki bu
an'anaviy ilgili qadimiy do'pning pasonining o'rniga Xitoylarlikqa chag'anlik belgisi va shu belgilarni bostirib shuni kaydirib o'tibdi hozir vatanda. Bizniki til hamma narsamizga tegish qilib yetmagandek hozir shu do'ppa mashqni tegish qilyotadi bu Xitoylar. Bu yüzden ben şu qadimiy pason bo'lsa izlab surishtirib qilyapman. Bir örnek olib pason chet elda deb shuni chiqarib chiqaryapman. 20 yil ilgirla Üçtürpan naisining imamlari miyesida Xitoy tili boshlang'ich maktab qurib, Xitoyning assimilyatsiyasini yurgizishidagi dangliq qizil aktivga aylangan Qurbanniyoz bu navbat Beijingda ochilgan ichki yig'inda atalmish Junxua millati o'rtaq gavdasi engini yana kuchaytirish, hatto Junxua madaniyatini Uyg'urlarning an'anaviy bosh kiyimi bo'lgan do'ppilarni aks ettirish tashabbusini o'tirg'a elib chiqqan. Qurbaniyozning bu orqali irqiy qirg'inchilikqa duch kelayotgan Uyg'ur xalqini yana Xitoylashtirishning yarchisiga aylanganligi ma'lum bo'lgan edi. Uning Uyg'ur do'ppilaridimi Xitoy madaniyatini aks ettirishdek oshqun tashabbusi chet ellardagi Uyg'urlar orasida emas, balki Xitoy kontrolligi ostidagi ijtimoiy taratqulardimi Uyg'urlarning norozilik inkaslariga sabab bo'lgan edi. Bu jiddiy ahvollarni o'ylashgan Muhammad Ubul Hasan ustam Uyg'ur do'ppilariga va do'ppichilik kasbiga ega chiqishga bel bog'lagan. U Uyg'ur kimligini, Uyg'ur ro'yini, shundaqla Uyg'urlarning mustaqillik orzusini ifodalaydigan yangicha Uyg'ur do'ppi nusxalarini maydonga keltirgan. Bu yangi do'ppi nusxalariga bayroq do'ppa, davlat do'ppa degan ismlarni qo'ygan. Hozir bizga nisbatan jinimizda muhim bo'lgan narsa shu bayroq davlat bo'lg'achqa, davlat girdi nusxada 2 nusxa, bayroq nusxada 1 nusxa, 3 nusxa do'ppini ijod qildim. Uningdan bayroqning oy yulduzni ustiga chiqarsammi, ostiga shu qadimiy bodam do'ppininki naqshini berdim. Yani millilik, yani qadimiylik yo'qolmasin deb. Muhacirat Uyg'urlarning hammasi shu intilyapti. Taraqqiyotdan elishga boshladi. Hozir eng yaxshi ketayotgani shu bayroq do'ppi bilan shu uzam ijod qilgan do'ppilar. Uyg'urlarning g'ururi, mustaqillik orzusini ifodalaydigan bu bayroq do'ppa va bu davlat do'ppisining maydonga kelishi pek yaxshi bir ijodiyat. Uyg'urlarga zo'r ilhom bo'lgudek. Bularni Yevropadagi qarindoshlar, O'rta Osiyolik Uyg'ur qarindoshlarmi yetkilishdan burun 15 ta nashda elib, hadiyalik elib. Uning deyishicha 23 aprel İstanbulda Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining uyushtirishi bilan o'tkazilgan heytlik faoliyatiga qatnashgan Turkiya Cumhuriyeti Ichki ishlar ministri Sulaymon Soyluga taqdim qilingan chiman do'ppini u 2 kecha kunduz ishlab bitirgan ekan. Ama başbakanınki 5'teki doppunu şu 2 günde 2 gündüz tayyorlab buldum. Mana bunu yarab ketdi. Muhammad Ubul Hasan ziyoratimizning oxirida Uyg'urlarning do'ppi madaniyatini saqlab qolish uchun do'ppi yasash hunarini, ya'ni do'ppichilik kasbini rivojlantirish va uni avlodlarga o'rgatishning intayin muhimligini ta'kidlab o'tdi. Masalan, Uyg'ur tunatimiz yürüyatkan kardeşlerime benim tavsiyem dopu kaysun yeter tunuydu. Ben dopu keyif yürümem. Beşimden dopu düşmeyin ne varsam dopuyla yürüme. Milli örf adetimizge, milli kiyim kişeklerimizge ehemmiyet versek tunuydu hem eslimizde saklap kalalarımız. Hem de bu dopu medeniyetini fakat keyif karşılarla saklap kalılmaydı. Onu yeni nesil evlatlar tikişini güneş girek. Milli kimlik, milli kültürümüz benden karşı örnek olan ben onu koşulum da olsun belki yapışı olattı. 50 yıldan artık tutumumuz var bizdeki. Millilikten çıkıp ketmegen asasda yana bir dersini icat kılsın bulavurdu. Yani mümkün ola erkin dünyada bizim yaxşı kılalı şey hem mümkün.